El-Qari'a suresi şundaq bir surki biz yuxup qalğan, unutup qalıvatqan bir vaqalikni bir kunni bizga naati dahshatli shaklda o'ttirib qo'ydi. Qiyomat kuni dozaq ahli ichida jazasi eng yeni kishi shuki, uning ikki putiningki ostiga, ya'ni o'yminiga ikki tal cho'q qo'yiladi. Shu sabablik uning minisi qaynaydi. Bu esimizda bo'lishi kerakki, har bir odamning o'limi uning qiyomati. Uning kichik qiyomati. Biz cho'ng qiyomatni ko'rmasakmi, har bir odam kichik qiyomatni cho'qim ko'radi. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ama ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati bilan Qur'on Karimninki oxirgi qisqa namoz suralaridan sura Al-Qari'ani o'qiymiz. Endi sura Al-Qari'a surasi shundaq bir suraki biz bexud qolgan, unutib qilayotgan bir vaqalikni bir kunni bizga nihoyat dahshatli shaklda o'ttirib qo'ydi. U kunni xabar va yoki sifat bilan emas, shu quloqimizga urgandek bizni tushitgan shaklda u kunni bizga eslatadi. Biz endi o'qigan vaqtda bu nuqtani texam his qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz oldin surani o'qiylik, undan keyin uning tarjimasini qilgandan keyin oyatma-oyat tafsirlab boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. El-Qari'a yüreklerge dehşet salgıcı. Mel-Qari'a o dehşet salgıcı nime? Ve ma edrake mel-Qari'a. Ey Muhammed, o dehşet salgıcının nima ekanligini sen bilemsen. Yani sen onu tasavvur qilolmaysan. Ey musulmonlar, sizlar onu tasavvur qilolmaysizlar. O sizlarning xiyolinglardan chiqib ketgan halqan bir ish. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. O kunda kishilar harqilib ketgan pervanedek bo'lib qoladi. Va takunul jibalu kal ihnil manfush. Tog'lar küçükke, büyükke, qattiq qismi qilingan ana shunday tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi deydi Alloh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Kimning yaxshiliklari mizonda, tarozida ig'ir keladi ekan, fahuwa fi 'ayshatir radiyah. U bayashatliq ichida yashaydi. Va amma man khaffat mawazinuhu, kimning yaxshiliklari mizonda yenik keladi ekan, fa ummuhu hawiyah, uning joyi, panogohi va yoki til ma'nosi bilan lug'at ma'nosida aytsak, uning onasi haviya, ya'ni jahannam bo'ladi. Va ma adraka ma hiya, haviyaning nima ekanligini bilamsan, ya'ni sen uni tasavvur qilolmaysan. Narun hamiya, u dahshatli qizitilgan o'tdir deydi. Qarab qolgan bo'lsa, Qari'a surasi nihoyat qisqa shaklda qiyomat kuni bizga ajoyib bir tasvirlar tasvirlab beradi. Qiyomat kuni mundaq kun demasdan Al-Qari'a yuraklarga dahshat solg'uchi, Mal-Qari'a u dahshat solg'uchi, yuraklarni titratguchi nima? Va ma adraka mal-Qari'a, sen uning nima ekanligini bilamsan. Yuraklarni titratguchi kunning nima ekanligini bilamsan deyish orqali Alloh subhanahu va taolo bu qiyomatning dahshatini bizga bildirish uchun 3 qatim, bir qatim xabar va yoki sifatsiz holda, yana bir qatim savol shaklida, yana bir qatim sen uning nima ekanligini bilamsan deb 3 qatim Alloh subhanahu va taolo bu kunning dahshatini ifodalash uchun mana shunday bayon qildi. Birinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo Al-Qari'a yuraklarga dahshat solg'uchi, yuraklarni titratguchi deyish orqali biz g'aflat qilayotgan kundan xabar berdi. Ya'ni biz hayot yashaymiz, lekin bu hayot biz o'lib ketili va yoki yashayli, bu hayot chuqum oxirlashadi. Bu g'aflat yashagan hayotimiz oxirlashadi. Shukrlarning hammasi tugaydi. Ma dunyoning umri tugaydi. Dunyoda umr tugamaydigan hech narsa yo'q. Hamma narsaningki umri tugaydi. U kun ajoyib bir dahshatli kunki, u kunda sur chanadi. Surning ovozi bilan qalblarga dahshatli qo'rqinch kiradi. Qalblar titraydi. Alloh subhanahu va taolo mana mushu holatni bizga bayon qilish uchun Al-Qari'a bevositalam qalblarga dahshat solg'uchi deb surning 5ini mana shunday bomba kabi boshladi. Bizni uyg'otish uchun, g'aflat uyqusidan silkish uchun. Ey insonlar, Al-Qari'a
qalblaringlar titraydigan, qalblaringlarga dahshat qo'rquv tushadigan bir kun bor. G'aflat yashamanglar. Bu xotirjamlik davom qilmaydi. Xotirjamlikka tushib Allohning ne'matiga tuzkorlik qilmanglar. Ustinglarga tushgan majburiyatni ado qilishdan bosh tortmanglar. Al-Qariya. Qalblar titraydigan bir kun bor deb Alloh subhanahu va taolo mana shundaq bizni ogohlantiryapti. Ikkinchi oyat Alloh subhanahu va taolo mal-qari'a, u qalblarga dahshat solg'uvchi kun nimadir? Ey insonlar, sizlar buning nima ekanligini bilamsizlar? Xotirjamliklarni buzadigan, butun narsalarni sizlardan ayiradigan, ma dunyo butunlay oxirlashadigan u dahshat solg'uvchi kunninki, u ovozning, u qo'rqinchninki nima ekanligini bilamsizlar? Va ma adraka mal-qari'a. Ya Muhammad, sen u kunning nima ekanligini bilamsan. Mushu va ma adraka ma degan bu xil shakldagi savol so'rash shakli Qur'on Karimda ko'p uchraydi. Bu shu ishninki bizning aqlimizdan, tasavvurimizdan halqagan bir ish ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir ishning nihoyat katta ekanligi, buyuk ekanligi, biz o'ylab uni tasavvur qilmaydiganligimizni bizga bildirish uchun mana bu shakldagi savol so'rash shaklini bizga ishlatadi. Va ma adraka mal-qari'a. Ey Muhammadning ummati, ey bu xuddi yashayotgan insonlar, sizlar u kunni tasavvur qilolmaysizlar. Andikin Alloh subhanahu va taolo biz uni tasavvur qilmagandan keyin u kunning mohiyatidan emas, u kunni bizga tasavvur qildirib emas, u kunni buldigan, biz azroq his qila oladigan ba'zi ishlardan xabar berib, bizni u kunni his qilishimizga undadi. 4-oyat Alloh subhanahu va taolo yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. U kunda u qalblarga titrak kiradigan, dahshatli qo'rqinch kiradigan u kunda kishilar, insonlar tarqalib ketgan parvonadek bo'lib qoladi deydi. Tarqalib ketgan parvona qanday bo'ladi? Qarab qolgan bo'lsak, parvona top holda lappangshib mush shaklda uchadi. Nada yo'qlik ko'rsa shu yerga o'zini atadi. O't olsun, chiroq olsun, lampochka olsun. Demak, g'oyisiz holda ana shundaq bir yo'qlik izlaydi. Qiyomat kuni aqlli insonlar ana shundaq lappangshaydi. Nada yo'qlik ko'rsa, nada bir qutulish yo'lini ko'rsa, va qutulish yo'lidagi bir yo'l ko'ralsa, uni o'zini atadi. Nim bo'lishini, oqibatini bilmaydi. Nima uchun? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida insonlarni ana shundaq tarqalib ketgan parvonadek bu xil holatga tushirib qo'ydi? Chunki biz hayotda parvonadek nishonsiz, nada yo'qlik ko'rsak, yoki nur nega tushsa, ya'ni nima moda bo'lsa, nima qiziq nuqta bo'lsa, shunga ergishib mansaq ma dunyoda g'oyisiz, xuddi parvonadek nishonsiz, qiyomatda ana shundaq bo'lamiz. Qiyomatdagi parvonadek tarqalib mengishimiz dunyodagi g'oyisizligimiz, g'aflatda mengishimizning davomi. Allah subhanahu wa ta'ala mana mush nuqta ishorat qilish uchun ey insonlar, sizlar dunyoda g'oyisiz mansanglar, majburiyatlarni unutsanglar, nima moda bo'lsa, nima qiziq nuqta bo'lsa, to'g'rimi xato ayrimay shundan keyin mengivasanglar, xuddi parvondek o't olsun, lampochka olsun o'zinglarni etib, qiyomatda ana shundaq holatda gangraysizlar, ana shundaq holatda chiqish yo'l topolmaysizlar degan ishorat qildi Alloh subhanahu wa ta'ala. Bu bizga bir signal, bu bizning g'oyamizni tepilish uchun bizga bir ogohlantirish. Qiyomat kuni parvondek g'oyisiz chiqish yo'l topolmaydigan bo'lib qolmayli deydi ekanmiz. Hayotda g'oyamizni tepilishimiz kerak. Majburiyatimizni bilib olishimiz kerak. Nima ish qildiganligimizni bilib uni qilib olishimiz kerak. Chunki oxiratdagi u g'oyisizlik, u lappangshish, u yo'qlikqa o'zini etish, o'tqa o'zini etish mushu dunyodagi gangrashninki davomi. Qiyomat kunidagi parvondek tarqoqligimiz, mushu dunyodagi tarqoqligimiz, bir yerga kelmasligimizningki davomi bo'ladi. Shuning uchun mushu dunyoda u holatga tushmasligimiz uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo kuch-quvvat va qattiqlikning simvoli bo'lgan tog'larning u kunlik oqibatini bizga xabar berish orqali ey moddaga ishongan insonlar, tumriga ishongan insonlar, binolarga ishongan insonlar, eng qattiq bo'lgan, eng kuchli bo'lgan tog'larmi u kunda mundaq bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga xabar beradi. Va takunul jibalu kal'ihnil manfush. U kunda tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi deydi. Etilgan yungni ko'rganmisizlar? Hech qanday ig'irlik yo'q. Uchib yuradi. Ana shundaq kuchli tog'lar u kunda, u kunning dahshatidan etilgan yungdek bo'lib ketadi deydi. Mana agar biz haqiqiy shaklda tasavvur qila olsak, qo'rqinchli bir holat. Bugungi kunimizda sun'iy aql bilan bu xil holatlar azroq jonlantiriladi. Mushu holatlarni bizni xil qo'rqinch qiladi. Amaliy ahvol bo'lsa, uningdan dahshatli. U sun'iy aqlni uni tasavvur qila olmaydigan darajada. Tog'lar etilgan yungdek bo'lib ketadi deydi. Unda bo'lsa, binolar nim bo'lib ketmoqchi, uylar nim bo'lib ketmoqchi, biz ishongan u moddiy narsalar nim bo'lib ketmoqchi. Alloh subhanahu va taolo u kundagi tog'ning oqibatidan xabar berish orqali ey insonlar, sizlar moddiga ishinib ketmanglar. Uyanglarga ishinib ketmanglar, binolarga ishinib ketmanglar, oltinlarga ishinib ketmanglar, tumringlarga ishinib ketmanglar. Hammasi qiyomatdan hammasi yo'qaydi deydi. Xo'sh, unda bo'lsa, moddaga ishonmay uni rad qilamdik, unda qilmaymiz. U moddalarning hammasini ma dunyo uchun emas, oxirat uchun ishlatamiz. Oxiratda jafo tortmaslik uchun bir vosita qilib qo'llaymiz. Hargizmi moddaga ishinib, uninga bog'lab qolmaymiz, oxiratni unutmaymiz. Chunki har qanday modda u kunda ana shundaq yo'q bo'ladi. Shu tog'mi etilgan yungdek bo'lib ketadi. Biz kuchuk bir narsaga samol qilmoqchi bo'lsak nima deymiz? Tog'dek deymiz. Ana shundaq tog'mi u kunda etilgan yungdek bo'lib ketadi. U kunda butun insonlar ikki turlik bo'ladi.
Allah subhanahu wa ta'ala insonningki ikki xil oqibatini xabar berib, keyingi oyatda nima deydi? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Qandaq bir odamning yaxshiliklari mizonda ig'ir keladi ekan, ma dunyoda qilgan ishlari sababli u ana shundaq dahshatli kunda, qiyomat kunida, oxirat kunida bayashatlik ichida bo'ladi deydi. Demak, u kunda al-qari'a, qalblarni qo'rqinch bosadigan kunda, oxirat kunida insonlar hammasi bir xil bo'lmaydi. Ikki turlik bo'ladi. Birisi mizoni ig'ir kelgan kishilar. Ular bo'lsa bayashatlik ichida bo'ladi. Xotirjamlik ichida bo'ladi. Ular qiyomat kuni azobga uchramaydi. Ular boshqalar uchragan qiyinchilikqa uchramaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, ana shundaq dahshatli kunda, qo'rqinchli kunda bizning mizonimizni ig'ir qildigan ishlar qaysi? Bizning musulmonlarchiligimizning hammasi amal ibodatimizdan boshlab, yaxshiliklarimiz, Alloh yo'lidagi o'qishlarimiz, Alloh yo'lidagi tijoratlarimiz, sadiqalarimiz, nafiqalarimiz hammasi qiyomat kunidagi taroziga tushadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalom ba'zi bir amallarni taroziga eng ig'ir deb bizga xabar bergan. Uning birinchisi qaysi? Tavhid. La ilaha illalloh. Tavhid degan nima? Qalbimizni faqat va faqat Alloh bilan bog'lash. Dunyo manfaati, mansab, pul emas, faqat Alloh bilan bog'lab o'zimizni poklash mana shu tavhid. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni o'zimizningki aqidasida, iddisida, fikrida, qimmat qarshida, ondan keyin amaliyatimizda o'zlashtirgan vaqtimizda mana bu qiyomat kuni bizning tarozimizga eng ig'ir bo'lib tushadi. Ikkinchi bo'lib qiyomat kuni bizning tarozimizga eng ig'ir bo'lib tushadigan ish qaysi? Go'zal axloq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qiyomat kuni mu'minning tarozisida go'zal axloqdan ig'irroq keladigan bir narsa yo'q deydi. O'ylab boqinglar, bugungi kunimizda musulmonlarchilikning ko'p hollarda axloq oyilib ketgan. Axloq u ibodat. Islomda ibodat va degan vaqtimizda ibodatning ichiga namoz kiradi, zakot kiradi, haj kiradi, ro'za kiradi. Shuningdek, yolg'on aytmaslik kiradi, qo'shnilarga yaxshilik qilish kiradi, boshqalarning haqqini yevolmaslik kiradi. Adab, axloqlarning hammasi amal ibodatning ichiga kirib ketadi. Ana shu amal ibodatlar ichidan go'zal axloq, kishilik munosabatdagi axloq, Alloh bilan bo'lgan axloq, payg'ambarimiz bilan bo'lgan axloq, insonlar, mu'minlar bilan bo'lgan axloq qiyomat kuni bizning tarozimizga eng ig'ir keladigan amallarning birisi. Shunga bugungi kunimizda biz musulmonlar eng ahamiyat bergan narsa nima desam, shu axloq qismi. Chunki bugungi kunimizdagi musulmonlardagi krizis axloq. Ko'pinchimiz ibodatni yaxshi, ya'ni shaxsiy ibodatni yaxshi, namozni yaxshi, lekin axloq kelgan vaqtda masalani aytaylik. Vaholanki din demak axloq demak. Qiyomat kuni taroziga eng ig'ir keladigan narsa nima? Axloq. Axloq bo'lmaydi ekan, yana bizning tarozimiz yenik kelib qoladi. Axloqning doirasi keng, biz yuqorida o'tgandek, biz uni ayrim bir temada tafsiliy to'xtalishimiz mumkin. Ya'ni axloq qismlab aytgan vaqtimizda Alloh bilan bo'lgan munosabatimizning yaxshiligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisi bilan bo'lgan munosabatimizni ko'rsatadi. Va shundaqla insonlar bilan bo'lgan munosabatimizni ko'rsatadi. Va shundaqla ota-onamiz va yoki cho'nglar bolalar bilan bo'lgan munosabatlarning hammasidagi yaxshi muomala va go'zal axloqlarni ko'rsatadi. Mana mushu taroziga qiyomat kuni eng ig'ir keladi. Uchinchisi, taroziga mizonga eng ig'ir keladigan ish bo'lsa, nihoyat oson bir ish. U qaysi? Zikr. Zikrga tahorat ketmaydi, qaranglar. Qibla qarash ketmaydi, o'tirish ketmaydi. Xoliga vaqt qila olamiz. Mashina haydagan, mangan, avtobuslarda mangan, har vaqt qila oladigan nihoyat qulay bir ibodat. Mushu zikrmi qiyomat kuni taroziga nihoyat ig'ir tushadi. Zikr qarasak bir xususiy ibodatga ko'rinadi qarindoshlar, lekin zikrninki ta'siri intayin cho'ng. Chunki kollektiv masalalarning hal qilinishi, jamiyatning isloh bo'lishi har bir shaxsdan boshlanadi. Shaxsning isloh qilinishi uning qalbidan boshlanadi. Qalbning isloh qilinishi zikrdan boshlanadi. Zikrni tushunib, bilib turib aytish bilan undan keyin bir insonning qalbi isloh bo'ladi. Qalbi isloh bo'lsa, tili isloh bo'ladi, undan keyin ish harakatlari isloh bo'ladi, undan keyin u shaxs isloh bo'ladi, undan keyin yashagan oilasi isloh bo'ladi, undan keyin jamiyat isloh bo'ladi. Shunday qilib islohot boshlanadi. Shunga zikrga asla va asla sal qarash bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolom hadisda kalimatan xafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Ikki dona so'z bor. Bu tilga yenik, mizonda ig'ir keladi. Allohga suyumlik deydi. O qaysi? Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Allohning madhiya bilan pak deb bilaman. Alloh paktor degan mana shu zikr. Zikr deganimiz biz yuqorida o'tganimizdek qalb bexavat tillam aytish emas. Uni qalbda, tilda, ongda aytishimiz kerak. Ya'ni Allohga madhiya aytaman. Demak, Alloh menga nurg'ulgan ne'mat bergan, qalbimda men Allohdan mamnun, men Allohdan rozi. Shuning uchun men Allohga madhiya aytaman, shukr aytaman. Allohni pak deb bilaman. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mening xiyolim kelib oladigan ba'zi bir vasvasalik, ba'zi bir yomon gumonlarning hammasidan pak Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bizning ahvolimizni ko'rib turadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordam bermaslikdan pak. Allah subhanahu wa ta'ala bizni tashlab etishdan pak. Allah subhanahu wa ta'ala har xil yomon sifatlardan hammasidan pak. Allah subhanahu wa ta'ala insonlarni intan yaxshi ko'radi degan ma'nolar yushrinadi. Subhanalloh degandan-ki tikkilam. To'rtinchisi, ya'ni qiyomat kuni bizning tarozimizga ig'ir keladigan amal jinoza namozi o'qish va jinozaga ergashish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolom hadisida nihoyat ochiq qilib, kimki bir musulmonniki jinoza namoziga savobni umid qilib qatnashgan bo'lsa va shundaqla namoz o'qilib bo'g'icha billi turgan bo'lsa, bir qirat savobga erishadi deydi. Agar dafn qilinib bo'g'icha billi turgan bo'lsa, ikki qirat savobga erishadi.
Sahabalar qirat degan nima deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u ikki cho'ng tog'dek savob, uning eng kichigi bo'lsa Uhud tog'idek to'r deydi. Madinaga borganlar bilasizlar, Uhud tog'i intayin cho'ng tog'. Balkim 12 kilometr kelishi mumkin uzunligi. Qiratning eng kichigi ana shunda Uhud tog'idek keladi ekan. Demak, jinoza namoziga qatnashish, hatto uni dafn qilinib bo'lguncha saqlab turish shu yerda bizni ana shunda savobga erishtiradi. Ana shunda ig'irlikda qiyomat kuni mizonga tushadi. Uni boshqa har qanday bir musulmonlarchilik amallarimiz bizningki qiyomat kunda mizonimizda ig'ir qiladigan amallar hisoblanadi. Oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo yana bir turli kishilardan xabar berdi. Yuqoridagi tarozi ig'ir qiladigan kishilar, ular bayashatlik ichida bo'ladi ekan. Tarozini ig'ir qiladigan kishilar qaysi ekan? Biz yuqorida o'tdik. Endi yana bir turli kishilar borki, ular bo'lsa tarozi yengil qiladigan kishilar. Alloh taolo bu suraning 8-oyatida fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Kimning yaxshiliklari mizonda yengil keladi ekan, uning joyi hawiya bo'ladi deydi. Diqqat qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo kimning yaxshiliklari mizonda yengil keladi ekan, uning joyi degan mush so'zga arab tilidagi fa ummuhu degan so'zni ishlatdi. Degan so'z arab tilida ana degan gap. Alloh subhanahu va taolo ajoyib bir tasvirlayotdiki, qiyomat kuni tarozini kelgan kishilar uning onasi nima bo'ladi? Hawiya. Haviyadan iborat bir jahannam bo'ladi deydi. Odatda ana biz unga sig'inadigan, panohlanadigan bir joy. Undan bexatarlik oladigan bir joy. Hechib boradigan bir joy. Qiyomat kuni tarozi yenik kelgan kishilarningki hechib boradigan yerimi ana shundaq jahannam bo'ladi deydi. Demak, xuddi ana balasidan ajimagandek, bala onasidan ajiyanmagandek qiyomat kunida tarozi ig'ir kelgan kishi jahannamdan ana shundaq ajiyanmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo u kundagi ana shundaq dahshatli holatni mana shundaq kuchlik bilan ifodalaydi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo va ma adraka ma hiya. Haviyaning nima ekanligini bilamsiz. Ya'ni uning nima ekanligini tasavvur qilolmaysizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Tasavvur qilolmaysizlar. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo ya'ni biz bildigan u haviyaning bir sifatini bayon qilib berib, narun hamiya. Haviya qiziq o'tdir deydi. Qiyomat kunidagi o't, do'zaxdagi o't, ma dunyodagi bütün o'tlarning qanchalik cho'ng? 69 hassa cho'ng. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ma dunyoning o'tidan qiyomat kunidagi o't 69 hassa ortiq qilindi dedi. Demak, qiyomat kunida tarozimiz yenik kelib qolgan jannat kirenmagan kishilarningki hech birlig'i nima bo'ldi ekan? Haviya. Ana shunday dahshatli jahannam bo'ldi ekan. Biz do'zaxning sifatlarini boshqa darslarda so'zlab bo'ldik. Shuning uchun bu yerda tekrar so'zlash hojatsiz, lekin bir hadisni o'qib o'taylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda qiyomat kuni jahannam elib kelinadi. Uning 700 ming tutqusi bor. Har bir tutquni 700 ming farishta so'raydi. Demek cehennem ene şundak büyük. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni bu haviyadan ve barliq cehennemlerden saklasın. Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhu nakıl kıl hadisde Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam do'zaxning en yengil azabını bizga süpetlep berip kıyamet günü do'zax ahli içinde cezası en yeni kişi şu ki onun iki putununki astığa yani oyminiga iki tal çoğ kuyrudu. Şu sebeplik onun minisi kaynaydı dedi. En yeni azab. Onun yuqorisini biz tasavvur qilolmaymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu sura orqali biz o'ylashdan o'zimizni ilib qechiyotgan bir haqiqatdan xabar beryapti. Endi qiyomatni balkim biz ko'rmasligimiz mumkin va yoki ko'rishimiz mumkin. Ammo shu esimizda bo'lish kerakki, har bir odamning o'limi uning qiyomati. Uning kichik qiyomati. Biz cho'ng qiyomatni ko'rmasakmi, har bir odam kichik qiyomatni cho'qim ko'radi. Shunga ba'zi insonlar borki, do'zaxning ba'zi sifatlari bayon qilinsa, bu insonlarni qo'rqitish uchun deyiladigan gap. Bu bir xurofat deb musulmonlarni ozdiradi. Vaholanki, ana shundoq degan kishimi cho'qim bu azapga tutuldu. Bu kıyametni, bu kichik kıyametni o'zi ko'radi. Shuning uchun o'yindigan bo'lsak, tafakkur qilgan bo'lsak, biz mahayatga o'zimiz kamdik. Bizni Alloh subhanahu va taolo mahayatda apreda qildi. O'zimizningki oilasini o'zimiz tanlamadik, hayotini, ya'ni yashaydigan yurtimizni o'zimiz tanlamadik dunyoga kelgan vaqtimizda. Ketgan vaqtida shunday bo'ladi. Biz o'zimiz shunchalik erkinlik his qilamiz, ammo bizning erkinligimiz nihoyatda qisqa bir muddat. Shuning uchun har vaqt g'aflatga tushib qolishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki g'aflatga ketgan vaqtimizda ahvolimiz intayin xatarlik bo'ladi. Tarozimizni eg'iltadigan ishlarni qila olmaymiz. Mushu dunyo bilan markazlashib qolamiz. Oxiratni unutamiz. Oxirida kichik qiyomat beshimizga keladi. Yaxshi qilishga hech qanday fursat bo'lmaydi. Shuning uchun namoz o'qiydigan surlarimiz bizga nima deyotdi? Uni bilib o'qiylik. Biz namoz o'qigan sura Al-Qari'a ana shundaq bizga dahshatli qo'rqinchni eslatadi. Qiyomat kunini eslatadi. Va shundaqla u kundagi kishilarning ahvolini bizga xabar beradi. U kundagi eng qattiq jism bo'lgan tog'ning ahvolini xabar berish orqali bizga moddaga unchalik ishinib ketmanglar degan bu ishoratni, bu signalni beradi. Shundaqla u kunda kishilarningki ikki turlik bo'lganligidan iborat insonlarningki oqibatidan xabar beradi. Xo'sh, xulosalagan vaqtimizda bu surdan olgan darsimiz birinchi bo'lib qiyomatning dahshati. Buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ikkinchi bo'lib dunyodagi nishonsizlikdan Alloh subhanahu va taolo bu surda bizni ogohlantiradi. Ya'ni ma dunyoda nishonsiz yashasaq, oxirat unutib yashasaq, shundaq tarqaq yashasaq, qiyomat kuni ana shundaq arvonidek tarqaq yashaymiz. Ana shundaq nishonsiz holda nada yo'qlik bo'lsa o'zimizni otimiz tarqalib ketgan parvondek bo'lib ketamiz. Unda bo'lmasligimiz uchun ma hayotni nishonini topib olishimiz kerak. Ma hayotda bir yerga kelib olishimiz kerak. Uchinchisi, bu sura bizga moddiy kuchninki chuqur zavolliq yuzlanganligini xabar beradi.
Bu deganlik moddiy kuchga sal qaran deganlik emas. Asla. Qur'on Karimda va hadislarda mana bu shundoq moddiy masala, pul mol masalasi keladi. Hech qachon Qur'on Karim va hadis pul molga qarshi emas, uni so'kmaydi. Balki pul molga ishinib qalbimizga kirivelishidan cheklaydi. Shundaqla pul molninki, moddiy kuchninki bizni kontrol qilib olishidan cheklaydi. Pul molninki bizning tafakkurimizga ta'sir qilishidan cheklaydi. Ma'surmu moddiy kuchga ishonmaslik, balki uni ishiltish. Biz Allohga ishonamiz, tafakkurimizni, qimmat qarashimizni Qur'on hadisdan olamiz. Moddiy kuchni, pulni, mol dunyoni shu yo'lda sarf qilamiz. Ammo mol dunyoning quliga aylanib qolmaymiz. Mana bu farq. Bu surada Alloh subhanahu va taolo tig'ninki ana shundoq etilgan yo'ngdak bo'lib ketadigan xabar berish orqali moddiy kuchga shinib nishonni unutmaslikqa chaqiradi. 4-ulab bu sura bizga tarozini ig'ir qilgan amallarga oldirashga buyuradi. Qiziqtiradi. Chunki qiyomat kunida kishilar ikki turlik bo'ldi ekan. Birisi tarozi ig'ir kelgan, yana birisi tarozi yenik kelgan. 5-inchisi bu sura bizga do'zax azobining nihoyat qo'rqinchli ekanligini xabar beradi. Allah subhanahu wa taolo tarozi yenik kelgan kishilarningki, onasininki, panohlanadigan joyininki do'zax bo'ladiganligini xabar berish orqali nihoyat bir qutlanmaydigan bir azobni bizga xabar beradi. Unda qutlanmaydigan azobga tushib qolmasligimiz uchun tarozimizni ig'ir qiladigan amallarga ahamiyat berishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni ana shunday dahshatli qiyomatning azobidan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni tarozimizni ig'ir qiladigan amallarga muyassar qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillah.